5. qism. Unda qishlarni yo'q deganimi bo'lmaydi, dedi Teyipjon o'ychan holatda. Ashundaq oqqarni ayrimayla ig'zimga keldi debla qaynab ketadiganlarmi? Asarni to'liq o'qimay turib yoki aks ettirilgan mazmunni tushunmay turibla o'zicha belarmanlik qilib olajo'qi so'zlab ketadigan tükürükçilarmi bor? Ya'ni shuningga o'xshash qo'saqda o'michining tayini yo'q. U asardan azroq, bu asardan azroq ko'chirib, aralashtirib, qo'chib, o'moch qilib, o'zimi tushunmaydigan bir nimalarni yezib, men yozuvchi deb kerilib ketadiganlarmi yo'q emas. Ashundaq saxta yozuvchilar o'qirmanlarni oldiqachqa, ne isil yozuvchilar ashundaq ko'chirmikashlar bilan bir tayoqda haydilib ketadigan ishlarmi bo'lib qolishi mumkin. Lekin elning ko'zi ellik degandek ko'p qism o'qirmanlar rost bilan yolg'onni, oq bilan qorni ayriya oladi. Yozuvchilarning ajriga odil baho bera oladi. Ko'p qism yozuvchilarmi haqiqiy ijtihod qilib, o'qirmanlarga intayin isil, aktiv energiyalik asarlarni sunib, ma'naviy zo'q ato qiladi. Bundaqlar o'ziga tamanno qo'ymaydi, mag'rurlanib ketmaydi. Nihoyatda kichik fe'il, kamtar bo'ladi. Hatto ularning sirtqi qiyofatiga qarab, ochiq katta asarni ro'yobga chiqaruvchi, dangliq yozuvchi ekanligiga ishonmaymi qolamiz. Rostidingiz ustam, kimini laylatganmi suv, cho'ktirganimi suv degan gap bor. Yozuvchilar asar voqealigini eldan ilib, elga sunudi. El yaxshi ko'rsa, el ko'nglini moyil qilsa, yozuvchi hurmat topadi. Elni oldisa, elning yaxshi bahosiga erishamasa, yer bilan yaksan bo'ladi. Meningcha haqiqiy yozuvchi bo'lish uchun o'qirmanlarning inkosining meg'zini qabul qilishi ham foydalanishi, shaklini cho'rib tashlashi kerak. Pahoy, ablajon, sen xili yetishib qopsan-jimi? Agar shu topda sirtdan birsi kirib, gaplaringni anglasa, qaysi notiq kelib so'zlab otadigan deb qoladi cho'qim. Men shu eliqi yozuvchi akamizning ig'izdan anglagan gaplarni dedim. Ondan qasa, sunuqdan boshqasi yo'qidi degandek, Teyipjon ustamning kaynida yurib, uning qiziqishlarini yo'qtirib oldim. Teyipjon bilan ablajon nimada desin, ular birabat asar yezib boqmag'achqa xalqdan anglabog'inni so'zlab otadi deb o'ylab, niyatimdan yonmay asar yezishni davomlashtirdim. Ba'zida daraza sirtidan ko'rinib turgan ovi ikki tub daraxtning 4 fasllik o'zgarishini tasvirlab, ikki batni to'shqizganmi bo'ldim. Ondan bir qizni akilibla, shu daraxt tubida o'ltirg'izib qo'yib, yigitni saqlayotgan qilib yozdim. Ondan 5 minutga yetmagan vaqt ichida qizning yigitinimi daraxt tubiga akilib bo'ldim. Ikkisi ahvol so'rashganmi bo'ldi. Lekin ularning nima deyishadiganligini, nega bordig'ini, nima ish qilmoqchi bo'lganini faqat yozolmadim. Bir qiz bilan yigit daraxt tubida uchrashsa, nima deyishadigan, nima qilishadigan bo'g'iydi deb menamning qiytiq chiqib ketkicha o'ylandim. O'zimning ilgari oxir bo'lib yurgan ikki qiz bilan nimalarni deyishgan, nega berishgan, nimalarni qilishqinimizni aslabmi baxtim. Xeyli bir hazog'icha o'ylanib, ondan ularni avval tamoq yeydigan, ondan kinoxonaga boradigan qilib yozmoqchi bo'ldim. Shundoq yozdim. Yigit qizga tamoq yeyli dedi. Qiz ma'qul dedi. Bir oshxonaga kirdi, tamoq yedi, ondan kinoxonaga bordi. Yigit bilet oldi, ondan ikkisi kino ko'rdi. Qaytib chiqdi, yigit qizni uyga olib qo'ydi deb yozib edim. Ikki qur xat bilanla ular tamoqini yeb, kinosini ko'rib, uyga qaytib uxlabmi qolishdi. Shuning bilan voqealik yana uzilib qoldi. Yana nima deb yozsam bo'la? Ikkisining to'yini qilib qo'ysam bo'larmi ya? Lekin u ikkisi to'y qilsa, voqealik tugab ketmamdi. Undaqda voqealikni uzatish uchun ikkisini ayirib etsam bo'g'adak. Biroq ayrılib ketishning sababini nima deb yozaman? To'g'ri, beka vaqt isrof qilmay, hozirgi moda bo'layotgan temani yozay. Ya'ni yigit boshqa bir qizni yaxshi ko'rib qolsin, ondan burunqi qiz do'sti bilan ayrilib ketsin. Shundoq yozsam-ku toza bo'g'adak. Ammo yigitning boshqa bir qizni yaxshi ko'rib qolganini yigit qizga desa bo'ladimi? Yoki qiz o'zi bilib qolsinmi? Yigit bevosita deydigan ish bo'lsa, qandoq desa bo'la? Agar qiz o'zi o'qib qoladigan qilib yozmoqchi bo'lsam, qandoq ish badilsam bo'la? Ularni ayirib etgandan keyin
Yigit nemish qisi bo'la? Keyingi qiz bilan to'y qisi bo'larmi? Uning burungi qiz do'sti yigitidan ayrilib ketgandan azoblanib yig'laydigan isboti ras. Qaysi darajada yig'lasa bo'la? Yig'isidan qandoq to'xtiya? Voy voy, voy voy. Nima degan chiqishlar bu? Ma ikkisining ishini bir boshqa ap chiqib bo'g'icha, men sarang bo'lib qolamanmi nima? Voy voy. Demasam degim keladi. Bir balani beqib cho'ng qilgandimmi tasmi nima? Bir asarni bitkizmak. Yozay desam yozolmayman. Yozmay desam cho'lpon bo'lish orzuyimdan voz kecholmayman. O'rimchiga bir qancha qaytim kelib, qilayotgan ishimni ko'rib, rozimanlik bilan beshni lang'ishtirib qo'yib qaytib ketgan dadam, yaqindan beri to'la telefon qilib, qaytib kelishimni so'ylab, beshimni og'ritib turardi. Meninggo faqatla qaytib ketgim yo'q edi. Hozir kasbdimi, xeyli o'ptanli pishib, ustamdan ayrilib chiqib, o'z oldimga ish qilgudek bo'libmi qolgan. Hatto 2-3 shogirdni kaynimga selib, topgan pulimning persenti bo'yicha maosh olib ishlayotgan edim. Qilayotgan ishimdan o'zimmi xushal, ustammi xushal, xo'jayimmi xushal, xaridorlarmi xushal edi. Meningcha bo'lsa, mush yadili turib kelib, bo'lsa o'ptanroq uydan birini elib, o'z qo'lim bilan tutib, zinnatlab, ondan keyin chiroyli qizdan birini tepib, to'yimni qilib, o'rimchilik bo'lib yashagan baydi. O'rimchida uzun muddat turadigan bo'lsam, cho'lpon bo'lish tushimning reallikqa aylanib kelishidimi, ozdir ko'pdir umid baydi. Lekin mushu dadam degan qerining meni qaytirib ketgisi kelib, turolmayli qoldi desa. Dada, bizning bu kasb o'rimchida bak oqadi ekan. Pulnimi obdan topqani bo'ladi ekan. Bu yerda bir mazgil ishlab boqaychi. Deyman, dadamni qayil qilolmay. Uyni zinnatlab o'ltirishni o'rimchiliklarni bilib, boshqa odam bilmamdi ekan. Shu o'rimchiliklarda bor uy, bizning bu yerdami bor? Mush yerdagilarmi uyni chiroyli bezab, yasab o'ltirishni obdan biladi. To'li ig'izimni g'ayr ishlamay, laqaloqlarini yig'ishtirib, atili qaytib kel. Shu topda bu yerdan bir muncha ish ep qo'ydim. Zinnatlaydigan uylar seni saqlab turibdi. Tez kel. Dadam buyruqni kaskin tushirib etib, gap qilish fursati bermayla, telefonni uzib atdi. Amal yo'q. Dadam buyruq qildimi, bo'ldi. Uning bilan qarish chiqib, uningga tankelanmayman. Uning deganini qilmay turib, uni gapga kirgizolmayman. Elimi dadam 2 yil bo'ldi, yo'l qo'yib, kasbning ig'idan kirib, beg'idan chiqidak o'rgangili fursat berdi. U mening deganimni qilib bergandan keyin, men g'itimni qisib, uning gapiga kirib, asta qaytib ketib, uning burtidan o'tay. Qolgan ishni asta-asta deychivanmaymizmi? Shunda qilib qaytib ketadigan bo'ldingmi? Dedi ustam menga qiymaganda qarab. O'zing kapsiz bo'g'ining bilan hunarni obdan o'rganganding. Davomliq birga ishlab ketamizmikin desam. Meninggo qog'im bor edi. Lekin dadam unamayotdi. Avval uyga bir berib boqay. Dadamni qayil qila olsam, yana qaytib kelaman. Munda qalayli Ufka. Mening mo janub taraflarda tarmoq shirkat qurish planim bor dedigina. Dedi ustam paranglashayotganning ustiga kap qolgan xo'jayin. Mening planimga sen naqli tushib qolding hozir. Senmo dadangni qoqishib yurmay, yurtingda ish boshla. Demakchi bo'g'inim, biz hamkorlashaylik. Agar qiziqsang, qanday hamkorlashdiganni ishxonaga kirib, tafsiliy so'zlashaylik. Bo'lamdi? Albatta bo'ladi. Hamkorlashsak, ko'nglimdagidek ish bo'ladi. Shunda qilib, o'zim 2 yil kasb o'rgangan u shirkat bilan hamkorlik o'rnatib, ham meni yurtga qaytirib ketishda chong turgan dadamni murodiga yetkazdim. Ham o'zimning ayrilg'im kelmay qolgan ashu shirkatning bir a'zosi bo'lish orzuyim amalga oshdi. Albatta, necha yildan beri ko'p o'zgarib, taraqqiy qilib ketgan yurtimning yep-yangi qiyofatiga moslashgan, bir-biridan chiroyli uylarni zinnatlash jarayonida yolg'izlik tatibman qolmadim. Bir tarafdan nahiya, yeza, kanat rahbarlarining qo'llashiga erishsam, yana bir tarafdan bosh shirkatning yordami bilan ishim tezda yurishib ketdi. O'rimchida o'rgangan kasbiy bilimga qo'shilib, o'zimda tuyuqsizlik paydo bo'lib qolgan ilhomimning natijasida yangi loyihalarni tuzib,
Uylarni texmi ozoda, pokiz ko'z tutadigan, ishlatishga qulaylik loyihalarni tuzib chiqib, har joydagi xaridorlarning yaxshi bahosiga erishib, o'xshash kasbdagilarning ichida noya bo'yicha oldingi qatorga o'tibmi qoldim. Shuning bilan birga ish kutib turgan yoshlarga kasb o'rgatib, ishga o'rinlashtirib, ularni o'zimni xushal qildim. Bu kunlardagi xushalligimga gap to'g'ri kelmaydi. Har bir uyni zinnatlab, qo'ldan chiqarib, uy egasining mamnunligi parlagan chiroyini ko'rganda, ularning rahmat so'zini anglaganda, xushalligim texmi yuqori pallaga ko'tarilib, ko'nglim texmi yo'rib ketadi. Dadam mening kundan kuniga ro'noq tepib ketayotganligimdan faxrlanib, bekor bo'lsalar, men bezayotgan uyga berib, ba'zi yerlarda maslahat berib, hatto kuchi yetgidek ishlarni qilib yuradi. Shundaq kunlarning birida 2 yilning oldida to'y bo'lgan saboqdishim, hozir shaharlik televiziya stansiyasidagi ko'zga ko'ringan riyosatchi Rayhon yangi olgan uyni zinnatlash uchun meni izlab kelib qoldi. O'sha dangliq riyosatchi katta cho'lponning menga uy bezatmoqchi bo'lib qolgandan hayron bo'lib, uning gapiga javob bermay, hang'ib o'tirib qolibdiman. Bak aldirash bo'lsangiz, sizni tanliq qilmay, bir mazgil saqlab tursaqmi bo'ladi? Dedi Rayhon meningdan sado chiqmagan ekan. O uyga ko'chishga bak aldirabmi ketmaymiz? Vaqti sal uzunroq bo'lsa-mu, puli sal qimmat bo'lsa-mu, ko'nglimdagidek sunnatlansa men shuningga xush bo'laman. Yo'q, Rayhon, mening vaqtim bor. Rayhonning sizni tanliq qilmay degan gapi meni esimni topqizdi. Sizning uyingizni zinnatlab berish men uchun sharaf. Biroq men sizning ko'nglingizdagidek zinnatlayolmay qolamanmi deb ansirayapman. Yo'ldashim ikkimiz siz bezigan bir qancha uyni ko'rib, mayda yoqtirdik. Uyning rangi, fasoni dal mening ko'nglimdagideklar chiqibdi. Shunga sizni izlab kelishim. Undaq bo'lsa, hozir zinnatlayotgan uy 2 kundan keyin qo'ldan chiqadi. Men u uyni egasiga o'tkazib berib etib, ondan siz bilan aloqalashay. Uyni ko'rib, ondan loyiha tuzayli. Bo'lamdi? Ma'qul. Deganingizdek bo'lsin. Sizga ko'p rahmat, Akram. Shundoq qilib, saboqdoshlarning orasidagi bir tal qizilgul, shahrimiz bo'yicha to'nilgan riyosatchi Rayhonning 180 kvadrat metrlik uyning bezakchiligini qo'limga oldim. Rayhon umoq, rohat posindagi uylarni yoqtirdiganligini aytgan bo'g'achqa, boshqa turib, noyati inchik planlab, men zinnatlagan uylar ichidagi Rayhon yoqtirib qolgan loyihalarni bu uyga maskagidek qilib o'zgartish kirgizib, bu uyning shakli, joylashgan o'rni, hajmi, manzarasi va hokazolarga moslashtirib, qaytadan loyiha tuzib, Rayhon ham uning yo'ldoshining tasdiqidan o'tgandan keyin ondan ishni boshladim. Rayhon bilan uning yo'ldoshi Muzaffarning xizmati bakla aldirash bo'lg'achqa, Muzaffarning singlisi Zaynab bu uyga kelib ketib, zinnatlash ahvolini ko'rib turadi. Aksiga o'xshash egiz, chiroyli kelgan bu qizning gapi noyda ochiq edi. Ko'ngliga yoqmagan yerlar bo'lsa, tuzli aytadi. Yoqtirgan yerlarni maqtab holiqolmaydi. Doktorxonaning yurak tekshirish uyida ishlaydigan bu qiz kechasi ishlasa, kunduzi orom elib, kunduzi ishlasa, kechasi orom oladigan bo'g'achqa, bu yerga keladigan vaqtimi ko'p edi. Oqshom ishladim deysiz. Kechacha uxlamay ishlasangiz, charchab qolmamdikansiz? Kechasi uxlamaganim bilan kunduzi uxlab oldigan tursam, shunga charchamayman. Kunduzmi uxlamadingizmi? Degan ishdan tushibla uxlagan. 2 soat uxlasamla uyqum tugaydi. Lekin kechani uyqusiz o'tkazish degan oson ish emas. Men go bir kech uxlamasam, ertasi ishqimni xushaqmaydi. Sizningmi kechasi uxlamaydigan vaqtingiz bo'lamdi texi? Bo'ladi. Ba'zida kech-kechalab uxlamay loyiha tuzaydigan ishlar bo'lib qoladi. Uyni bezaydiganning loyihasimi? Loyihanimi o'zingiz tuzamsiz? Ko'pinchisini shundoq. Voy, qaltiskansiz-jimi? Men texi loyihani boshqalar sizib bersa, siz shu siziqlarga qarab ish qiladigan o'xshaydi debdiman. Zaynabmi menga o'xshash paranxumar bo'g'achqa, uning bilan tezda chiqishib qoldik. Mundaq chiqib aytganda, uningga amroq bo'lib qoldim. Dastlabki kunlarda u kelsa, to'liq qusur chiqaradi deb ichim siqilib qolgan bo'lsa, amdilikda uning kunda kelib turishini,
Yenimda uzunroq o'ltirishini xohlaydigan bo'lib qoldim. Bu amroq bo'lishlar, yoqtirishlar, xohlashlar barbara kuchayib bordi. Rayhonning uyining bezakchiligi bitib, Rayhonning rozimanlik kulkisi bilan qayta rahmat aytishlari ichida bu uydan ayrilgandan keyin Zaynabga bo'lgan sevginishim assalab eshib, uni bir kun ko'misam, ovozini anglamasam, qo'lim ishqa bormasli bo'ldi. Rayhonlarning uyi bitgandan keyin Zaynab bilan ko'rishib turadigan yo'limizning etilib kelishidan, aloqamizning uzilib kelishidan ansirab, uni ba'zi loyihalarga maslahat berishga chaqiradigan bo'lib oldim. Ba'zida uningga telefon berib, ma'lum saymonni topolmayotganligimni, akisining uyda unutib qolgan bo'lishim mumkinligini, shunga uning berib qarab beqishini aytdim. Bundaq chaqlarda u menga xafa bo'lib, sakrab ketadi. Ay, qallingiz saqdi-a sizning? Siz bu uydan ketganda, shogirdlaringiz uyni pak-pakiz tozalab berib ketmadimi? Biror narsangiz qilib qolgandek bo'lsa, uyni tozalagan chaqda ko'ra bo'g'idingiz. Shundaqmi? Mushkullarni qo'ygan tutqunimni bilmaydiganlar bo'lib qoldim qarang. Daytdim bezanglik bilan. Yosh turibla nim bo'lganda sizga? Kallingizdan chataq chiqmagandi-ha? Daytdi u qo'pollik bilan. Kallamdimi, yuragimdimi chataq chiqqandek turdi. Yuragimni o'zingiz bir ko'rib boqmasangiz bo'lmaydigandek qiladi. Sarang, bezang. Zaynab ochiqlagan holda telefonni uzdi. Biroq atisi telefon bersam xushxo'ylik bilan oladi. Loyiha tuzishga yordamlashishga chaqirsam rad qilmay keladi. Uni ko'rib olgan kunim boshqacha tetiklashib, jonlanib, kallamdagi to'silib qolgan tomirlar echilib, ko'milib qolgan ilhomlarim uyg'onib, yep-yangi loyihalarni bir oqshomda bitkizib bo'ladi. Bundaq chaqda bitib chiqqan loyiha shahrimizda emas, Urumchidami bozor tepib ketadi. Qisqasi, Zaynab hayotimdagi eng muhim odam edi. U barliq o'y-xiyollarimni egallagan. Uy zinnatlayotganda bu o'yni Zaynab uchun bezab beryapman deb o'ylaydigan. Tomoq yeganda hamini bir kuni Zaynab etib bergan tomoqni yeyman deb umidlandigan. Uxlaganda qachonmi Zaynab bilan bir uyda uxlayman deb orzu qiladigan bo'lib qolgan edim. Yo'l mangsam Zaynab yenimda meni qo'ltiqlab mengayotgandek. O'ltirsam Zaynab beshini mo'ramga qo'yib o'ltirgandek. Mashina haydasam yonda shofir o'rindiqida Zaynab badak bilinadi. Bütün asyodim Zaynab dedi. Yuragim Zaynab, Zaynab, Zaynab deb so'qadi. Qalbimga Zaynab hukmronlik qiladi. Kallamning ichi teshi Zaynab bilan to'shib ketgan edi. Zaynabning o'ti qalbimdagi cho'lpon bo'lish o'tini besib ketgan. Yilqi bir chaqlarda roman yozaman deb mukchayib o'ltirib tong otqizgan bo'lsam, hozir Zaynabni o'ylab, Zaynabni seg'inib, Zaynabni tushab, kechini tongga ulaydigan bo'lib qolgan edim. Hayotimda bir qizni bundoq yaxshi ko'rib boqqanimni bilmaydim. To'liq o'tirni bitkizgandan keyin mudidan qolmaslik uchunlar yurib qo'ygan yiliq qizlarni Zaynabni seg'ingandek seg'inib boqmagan. Zaynabni o'ylagandek o'ylab boqmagan edim. Bu ochiq yomon, terikkak, sapra, mijozi qilishdimi itdek bu Zaynabning qanday xislati borkin tang. Meni o'ziga shundoq ching bog'lab olgan ediki, uningsiz bir yutum sunimi yutamagandek holga kelib qolgan edim. Kundan kunga o'ruqlab ketyapsan, jinim balam. Tamog'ingmi ozlab ketyapti. Biror yering og'rimda ya balam. Daytdi opam mendan ansirab. Doktorga ko'rinib boqamsan ya, ha? Altıncı qism. Qizlar, texi nashtiqimdinglar-ku deyman. Aldıda ketiyotgan Ilzat orqasiga burilib, ishkaylarni jiddiylashtiribatdi. Gulzira jiddiy to'xtag'ashqa, Ilzat doktorga usvag'ili tasli qolgan bo'lib, chiroyi o'zgarib, yumaloq mangzi odatdan tashqari qizdirib ketdi. Man Gulzira duduqliganicha o'ziga qarab turgan Zaynuraga tikildi. Ma'qul, birga nashti qilaylik. Zaynuraning javobidan Gulzira sal norozi bo'lgandek o'mchib qo'ydi. Uchaylan Ilzat doktorning mashinasiga o'ltirib, doktorxonadan xeyli yiroq bo'lgan bir g'arbcha mashtiliq chiqirdigan cho'ng oshxonaga kirdi. Bu yerning muhiti bakli go'zal bo'lib, asosan boylar kirib nashti qiladi. Gulziraning kayfiyati bir oz echilib, qiziqarli paranglarga tushib ketdi.
Elzat doktor aslidilla kam so'z bo'lg'ashqa, uning gaplariga chiroy ifodasi orqali javob qaytirib, pat-pat jimjit choy ichib o'tirgan Zaynuraga qarab qo'yapti. Gulzira o'zini so'zlab sal xijil bo'lib qoldi-mu, Elzatga qarab, "Elzat aka, siz bilan ancha salomlashib ketmaydik. Bugun aram bir fursat kelibdi. Menga burungi ishlaringlarni so'zlab bermamizlar?" To'yuqsiz chiqqan gapdan Elzat bilan Zaynura tangla hayron bo'lib, bir-biriga qarshib qo'ydi. "Ha? Qaysi ishni? Bizning nima ishimiz bor ekan?" Elzat so'z jilmayib qo'ydi. Gulzira ikkisiga qo'l ishorasi qilib, "Voy, bo'ldi, yoshirmanglar. Sizlar yoshirin muhabbatlashyapsizlar?" Nima deb joylayapsiz? Zaynuraning chiroyi o'ngib, somkasini elib mangmoqchi bo'lib edi, Elzat uni to'xtatib oldi. "Bu qamlashmagan gaplarni nerdan topdingiz?" Gulzira aldirab bu ishni eg'izga og'inidan pushaymon qilib, xijillik bilan kechirim so'radi. "Men rostli qasdan demadim. Boshqalardan sizlarning aralashayotganinglarni anglagan. Qarsam, bugun har ishkanglarning kayfiyati yaxshi emas. Shunga sizlarni yaxshilashvasin deb qamlashmagan gap qilib qo'ydim. Kechiringlar." Zaynura eg'ir o'sinib, Xalqning og'zidagi gapni to'sib qag'ilib bo'lmaydi. Biz burunmi bir doktorxonada ishlagan. O chaqda do'stlik munosabatimiz xeyli yaxshi edi. Shunga asali boshqalarning og'ziga chiqib qolgan. Biroq siz degandek ishlar asla yo'q. Biz faqatli xizmatdosh. U bearam bo'lgan chig'i o'rnidan turdi. Men suvxonaga berib kelay. Sizlar paranglashib o'tiringlar. Zaynura ketib, orani yana sukut bosdi. Elzat to'xtamay telefonda birisiga uchur yezib, Gulziraga parvo qilmadi. Ajab bir ko'ngilsiz o'tirish bo'ldi deysan. Muhabbatlashsa nima bo'pti? Shuningmi buncha jiddiylashish ketamdi? Ta'zimi bir. "Gulzira, muhabbatingiz bormi?" Xiyolchan o'ltirgan Gulzira Elzatning savolidan esiga keldi. "Yo'q, dehi, men yangi xizmatga chiqdim. Xizmat tajribam mo'l emas. Hozircha muhabbatlashgim yo'q." Elzat telefonni tomoq ustiliga qo'yib, "Bugun yaxshi paranglish fursati bo'pti. Agar ko'proq narsa o'rgangingiz bo'lsa, meni izlang. Men har vaqt sizga yordam qilishga tayyor." "Rasma, rahmat sizga. Men bu doktorxonaga yangi kelgachga doktorlar bilan fikr almashtirish fursati bekli az. Bugun rostli ta'lim kelibdi." Ularning qizg'in parg'ining ustiga Zaynura kelib, yana jimjitlik boshlandi. "Mening ozroq ishim chiqib qoldi. Mang'ash turaymikin?" Zaynura somkasiga qo'l uzatdi. Elzat uni to'xtatib, "Oldirmang, sirtbak so'g'oq. Sizlarni o'zim opirib qo'yman." "Bo'ldi, sizni avor qilmay. Taksi to'sib ketaman." "Voy, bakli joyil ekansiz juma. Meningmi ozroq ishim bor edi. Tan qaytayli." Zaynura gapida chang turvag'ashqa, amalsiz uchaylan mashtini chalib qilibla tashqariga chiqdi. Elzat Zaynuraning unimig'iniga qo'ymay, Gulzirani uyga opirib etib, ondan Zaynurani epmangdi. "Qasdan mendan qechyotamsiz?" Elzat keynida jimjit o'ltirgan Zaynuraga tikilib, "Endi har qanday ish uchun sizga hisob berib o'ltirmayman." Zaynura oldi aynakdan o'ziga qarab turgan Elzatga ochiq nazarda tikildi. "Sizga dedim-ku, kashdagi operatsiya tasodifiy hodisa. Men bilan qilcha aloqasi yo'q." Shundaqmi? Amsa tajriba uyingizdagi import to'ri bilan seriq suyuqlik nima? Siz tajribani to'xtatdim degan-ku. Elzatning chiroyi birdilla o'zgarib, qo'shimlarimi bo'lakchili turildi. "Tajriba uyimga qanday kirdingiz?" Men nima o'ylayotganligingizni obdan bilaman. Eng yaxshisi bu yerda to'xtab qoling. Bo'lmasa men doktorxona rahbarligiga bu ishni inkos qilaman. "Nima? Menga tahdid silyapsiz?" Elzat birdilla mashinaning sur'atini oshirib, yo'l liniyasini o'zgartdi. "Siz nima qilmoqchi? Darhol mashinani to'xtating." Zaynura qarshilik qilmoqchi bo'ldi-yu, Elzatga kuchi yetmadi. Mashina xeyli uzun yo'l yurib, shahar sirtiga chiqib, tog'liq bir yo'lga kelib to'xtadi. Ochiqdan yerilg'udek bo'lgan Zaynura mashinadan tushib, qattiq vaqirdi. "Jiqroq varqirang. Bu yerda hech kim sizning ovozingizni anglamaydi."
Elzat onunğa 2 qadam arlıqda to'xtab, ko'zlariga tikilganicha zahar xandalik bilan kuldi. Men bu tajribani qilayotgani 2 yildan oshdi. Qadimgi tibobat kitobida yangi tug'ilgan bovoqning yiliki bilan odamga yoning suyini aralashtirib dori yozsa, ajoyib bir retsept paydo bo'ladi ekan. U odam badanidagi barliq kasalliklarni kontrol qiladigan bo'lib, nervonizm deb atiladigan kuchli doriga aylanadi ekan. Uning nimaligini bilamsiz? Zaynura undimasdan beshini chayqadi. O nervini tinchlantiradigan dori. Uning narkozdan sirt kasal davolash, miyning quvvatini oshirish va qon tozalash roli bor. U dori kitoblarda xotirlangan bo'lsa, nemishqa hozirgacha undaq dori yo'q. Siz meni ahmoq ko'ryapsiz? Odatdagi tinchlantirish dorisi va narkoz o'qillarga qimmat bo'lgan import dorilar aralashtirilgan. Uning tanarxi yuqori bo'lib yana odam badaniga bo'lgan ziyinimi ko'p. Tibobat dorilari ichki zaharlarni haydaydi. Og'riq to'xtatish roli ojiz. Shunga men badaniga ziyonsiz tibobat dorilari bilan meni quvvatlaydigan esil bir dori yasab chiqmoqchi. Biroq hech kim bu vaqtning yiliki orqali kuchli dori yasashga jur'at qilmaydi. Men 2 yil tirish orqali bu dorini izchil sinab qilyapman. Unumini ko'rishga asli vaqt qoldi. Bu odamning hayoti bilan o'ynashganlik. Navoda doringizning unumi bo'ldimi deyli? Siz davomli yasash uchun yangi tug'ilgan bu vaqtning yilikini elib, to'xtamay dori yasamoqchimi? Bu tibobatdagi qaltis bir bayqash. Buni hech kim o'ylab baxmagan. Agar muvaffaqiyat qozonsam, kasbiy hayotim o'zgarishi mumkin. Quruq gap. Zaynura uningga kaskinlik bilan radiya berib, hech kim bunda qo'rqinchli tajribani qo'llamaydi. Navoda ishlaringiz pash bo'lib qolsa, turmada yatsiz. Bu bir ishkijaning masalasi emas. Muhimi qo'lingizdagi qo'rqinchli tajriba. Har qatim bir buvoq o'lganda, teningiz cho'g'ildimamda. Qo'llaringiz titrmamdi. Kechalari tushingizga oyon bo'lmamda. Bo'ldi. Elzat 2 qo'lini shiltib qattiq vaqirdi. Siz menga to'g'ri ish o'rgitaman demang. Men 2 yil tirishdim, izlandim. Xatarga tavakkul qildim. Endi qaytish yo'lim yo'q. Tajribam sinoqdan o'tsila. Men turmaga kirishga rozi. Zaynura uni qayli qilishga ko'zi yetmay, eg'iri tindi. Ma'qul. Nemish qisqangiz karim yo'q. Bu ishlarga chetilib qolishni xohlamayman. Biroq ikkinchi qatim bu ish ko'zimga cheliqib qolsa, mendan og'rinma. Elzat uyan-buyan mengib qattiq vaqirdi. Uning og'zi ham burnidan chiqayotgan issiqor, qor ushqindayotgan muzdek havoga asta-asta singib ketyotdi. Gulzira uyga kelib, tatliq uyqusini boshladi. U tush ko'rdi. Doktorxonaning jimjit koridori kundagidan necha hassa timtosliq to'lib, bir vahima odamni surbostiradi. Kech soat 2dan oshganda koridorda qora kiyimlik bir ayol paydo bo'ldi. Uning qo'lida yangi tug'ilgan bir buvoq bo'lib, ayol buvoqni qora pilashga o'rab lift tarafga keldi. Gulzira uning harakatidan gumonlanib, u ayolga agishib mangdi. Lift ustiga ko'tarilib 16-qavatda to'xtadi. Gulzira hech nimani o'ylamasdan liftni yondirib, lift ichilishiga ichiga kirib 16 raqamini bosdi. Lift asta-asta ko'tarilib, ustiga ilgirlamoqda. Gulzira soatiga qarab eg'iri ufsindi. Saat 2dan 28 minut o'tgan edi. Lift ang ustiga chiqib, eshik ochildi. Ustidagi qavat koridori jimjit bo'lib, odam bodak qilmaydi. Gulzira ustiga qaradi. Binoning o'g'isiga tutishadigan yerdan azroq yo'riqliq tashtaq ustiga tushib turadi. U o'g'izdikan.
Gulzira tuvishsiz putining uchida dastlab ustiga chiqdi. Darvaqa o'g'ziga tutishadigan eshik qiyo echilgan bo'lib, sutbak oyning yo'rig'i eshik yo'chug'idan bosqib kirgan edi. Gulziraning kallasiga bolasidan ayrilib qolib, binodan sakrab olgan ayolning kashmishi keldi. U o'lmoqchi emasdi, ha? Gulzira qadamini tezlatib, qiyo echilgan eshikni asta qayirib ustiga chiqdi. Hayron qoldiki, ustidagi manzara uningga shunchalik tonish. Qator yeyilgan oppoq kirliklar mayin shamolda yengil pulangishib, atrofdagi odamni ko'rish mumkin bo'lmaydi. Gulzira kirliklarni qayirib o'tib, binoning girvigiga oz qolganda, qor pilashliq bir ayolning bino girvigida yiroqlarga qarab turganligini ko'rdi. Gulzira uni qutqizmoqchi, nasihat qilib niyatidan yondirmoqchi bo'ldi. Biroq u xiyol qilib bo'lguncha bir qadam kechikkan bo'lsa kerak. Boyiqi qor kiyimlik ayol hech yerda ko'rinmaydi. Gulzira aldirab bino girvigiga kelib pastga qaradi. Zimiston qishning nursiz kechasi pastdagi hech qanday narsani ko'rish imkoniyati bermadi. Gulzira umidsizlangan ko'zlarini yiroqlarga tikib qattiq vaqirdi. Biroq hech kim uning azobliq nidosiga quloq solmadi. U bir oz sukutdan keyin orqasiga burilib, cho'chib ketganidan kayniga qonqib binodan tushib ketishga tamasliq qoldi. Uning ko'z oldida bayil g'oyib bo'lgan qora pilashliq ayol turadi. Gulziraning yurak ritmi tezlashib, bino girvigida to'xtab qolgan putlari dir-dir titramoqda. Siz kim? Gulzira taslikda ovoz chiqardi. Oldidagi ayolning pilashi shamolda yenik pulangishib, bosh kiyimi tinimsiz tavrinatdi. U qora pilash ichida ko'rinmay qolgan barmoqlari bilan beshidagi pilashning posmasini asta qayirdi. Siz Gulzira 406-yotoqdagi ayolning tomdek oqirib ketgan chiroyiga qarab, tillari gapga kelmay qoldi. Mening bolam o'lib ketdi. Uni sizlar o'ldirdinglar. Sizlar o'ldiribdinglar. Uning ovozi shunchalik vahima aralash chiqayotgan bo'lib, Gulzira oldiga bir qadam elishga pedanamaydi. Uni sizlar o'ldirdinglar. Men buning hisobini cho'qim olaman. Ayol qo'li bilan Gulziraning maydasidan ishtirib binodan tushiribdi. Qorong'ulik to'lgan tugumas bo'shliq Gulzirani nafas elishdan qisib qo'yib atdi. Qutqizinglar!